Pasporti pustoy bo'lgan odamlarga har doim viza tarixi deb so'rashadi, lekin ko'pchilik uni nimaligini bilmaydi. Ushbu videoni saqlanib qo'ying, men sizga chiroyli qilib viza tarixi qanaqa bo'lishini ko'rsatib beraman. Birinchi pechatlar yon atrofimizdagi qo'shnilardan boshlanishi kerak. Qirg'iz, qozoq, tojik. Lekin afg'on va turkmanga chiqsangiz, ularning pechati unaqa yaxshi emas. Qolgan kelajakdagi vizalaringizda atkazi sababi bo'lib qolishi mumkin. Keyingisi pasporti kuchlik, lekin biz uchun vizasiz bo'lgan davlatlar. Turkiya, Xitoy, Rossiya. Ko'pchilik Rossiyani urush bo'layotgani uchun yaxshi emas pechat deb o'ylaydi. Rabotchi bo'lmasa, turistik o'zi bo'lsa, Rossiyaning pechati ham yaxshi pechat. Keyingisi bizda Yevropa davlatlari, lekin Schengen kirmaydiganlari. Ya'ni siz Montenegro, Albaniya, shunga o'xshash Yevropada joylashgan, lekin Yevrosoyuzga, ya'ni Schengen zonasi kirmaydigan davlatlar bo'lsa, ularning vizalarini olishingiz kerak. Bu qatorda Serbiya ham bor. Ushbu ishlarni qilganingizdan keyin sizda viza tarixi juda ham yaxshi. Ana endi siz bemalol Schengenni o'ziga yoki bo'lmasam xohlasangiz Avstraliyaga, xohlasangiz Amerikaga topshirib ko'rsangiz bo'ladi. Ha, bularning shansi pastroq, ya'ni Schengenni o'zini olganingizdan ko'ra nisbatan sal vizani deylik status pastroq, lekin bu degani topshirsa bo'lmaydi degani emas. Ushbu pechatlar bilan siz sayohat bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Xohlasangiz Schengen zonasiga, xohlasangiz Avstraliyaga, xohlasangiz Amerikaga, xohlasangiz Yangi Zelandiyaga turistikka yoki bo'lmasam biznes yo'nalishida topshirsangiz bo'ladi. Ushbu videoni kim viza tarix qilishga qiynalayotgan bo'lsa, faqat menga viza kerak ekan deb o'ylayotgan bo'lsa, o'sha odamlarga jo'natib qo'yasiz.